Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Xudo xolisa mana bugungi ishimiz bitta. 221 mashinasidan 223 qilib berdik. Bu mashinada qilingan ishlar oldi ablisovkalar, polni morda almashgan, kapot, krilo oldi orqalar almashgan. Ko'rayotganinglardagi yangi diska balonlar 1,5 ming dollarga o'zimiz olib keltirib berdik. Hop, yana qilingan ishlarni ko'rsatamiz. Salonda peritashki ishlarini qilib berganmiz 223 salondan qilib peritashkalar qilingan. Polni mana pilisoskalarni ham ishlatib berganmiz. Orqa mana faralari, oldi orqa faralar 223 original faradan qo'yilgan okalar. Mehnatimizga o'zingizlar baho berib, layklarni qizartirib, kommentlarni bo'ng'illatib tashlaysizlar. Mersmi BMW deydigan okalarga, конечно BMW olib haydasangiz bo'ladi. Mercedes plus yetguncha. Chunki Mercedes, BMW ikkalasi ham yangi zavoddan chiqqan paytda Mercedes har doim qimmatroq bo'ladi. Ну что ж, за комфорт надо платить.